Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni stanovka qildik. Darvozamiz razmerlari 3.30 ga 3 metr razmerda bo'ldi. 2 qavatli shumkali holatda, juda ham chiroyli holatda o'rnashdi. Idishlari 1.8 qavatli. Marqon fason deyiladi. Kimga kerak bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Tamoqlari ham juda ham chiroyli holatda o'rnashdi. Orqa qismi ustakamiz pardozanda ishlarni olib boryapti. Chiqamizmi? Juda ham chiroyli holatda o'rnashdi. Kimga kerak bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka va stanovka xizmatlari mavjud.